Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, mana Clash of Clans'da yangi versiya chiqqan. Bilgan bo'lsalaring, hamma o'ynab ko'pchilik bilib oldi. Bu yerda mana yangi giroy chiqqan. Mana Dragon, Gersik Dragon degan chiqqan yangi versiyada. Mana chiqqan ko'p narsa bo'lgan, almashgan. Mana Aldiska mashinalariga yangi urgan chiqqan. Mana Agni pushkaga, shularga yangi urgan chiqqan. Telsalarga yangi urgan chiqqan. Shularga ko'p narsaga chiqqan. Bu yerda yangi qushlar chiqqan. Mana hayvon chiqqan. Buni ochganim yo'q hali. Faqat farmlar ishlagan, faqat resurslarda ishlaydi, urar ekan faqat menimcha. Ishlab ko'rganim yo'q menda. Shu resurs deyapti. Laboratoriyada mana Dragoncha chiqqan. Yangi versiya Dragonchaga chiqqan. Mana Elektro Titanga chiqqan. Yangi urgan. Keyin mana tiriltiradigan zaklaninglar shunga suvga elektrga chiqqan. Yangi Vedmaga chiqqan yangi versiya, Diska Gunchaga yangi versiya chiqqan. Keyin mana kam demasin parashyut, katta sharamga ham urgan chiqqan bir. Ko'p shunaqa urushlar bo'lyapti. Bilgansiz, ligalar boshlangan, mana ligalarni boshlayapmiz. Boshlabdi mana. Bu yerda Gold propiska sotib olganmiz mana. Bu yerda shuni chataq qilib qo'yibdiki, mana yerda buni o'ziniki yaxshi edi. Bu yerda narsalarni ko'rib, o'zimizga ma'qul kelganini urib, shuna urgan ko'tarib olardik bu yerda. Endi meni bir kunda bir mahal urush qo'yibdi, 5 ta 6 ta urish. Tushunarsiz qo'yibdi, g'alati qo'yibdi. O'zini eski holati yaxshi edi shu. Clashda shu yangi narslar shu endi. Mana Giga bombaga naqa chiqqan mana. Urgan chiqqan ko'p. Shu mana diska mashinalariga demay ko'tarib qo'ydim bunalarni. Bunalarda mana telsalarni chaqmoqlarni ko'tarib qo'ydim. Mana chatoq bo'lib ketdi. Yo'qolib ketdi. Kimda kim mana shu gold propiska sotib olish ishi bo'lsa, sotib beraveramiz biz ham. Bizga murojaat qilaverasizlar. Shunaqa mana shu azamiz. Kimdaga mana fikr mulohaza bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Ko'ramiz.